Uyghur folklori tadqiqoti sohasida xalqarалық shon-sharafga ega bo'lgan va 2017-yilning oxiri izdirga g'oyib bo'lgandan keyin xalqaro jamoatning texmo diqqat e'tiborini qo'zg'agan professor Roila Davud haqida 4 yildan buyon Xitoy doiralari tomonidan hech qanday uchur berilmay kelgan edi. Erkin Osiyo radiosi muxbirining o'tgan hafta Xinjiang universitetiga qarata ilib borgan telefon ziyoratlari davomida uning kesilib bo'lganligi va navbatda turmada jazo muddatini o'tayotganligi, shundaqla bu to'g'riliq Xinjiang universitetida maxsus o'qitish qilinganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lishicha, yolg'iz o'qitish va tadqiqot sohasidagi natijalari bilanla emas, balki yana kuchli haqqoniyat tuyg'usi bilanmi do'stlari va xizmatdoshlari orasida yuksak inovat topgan professor doktor Roila Davud 2017-yilga kelganda Xitoy doiralari tomonidan ovozi o'chirilishga, qalami sundurilishga boshlagan. Shundaqla zarba berilgan Uyg'ur ziyolilar qora tizimiga kirgizilgan. O 2017-yilning oxiri Xinjiang universitetidagi professor Toshpo'lat Tiyib, Arslan Abdullah va boshqa dongliq o'qituvchilar qatorida ushtumtut munbardan g'oyib bo'lgan. Fransiya Xalqaro radiosining xabarida bildirilishicha, 29-iyun Fransiyaning 50 ga yaqin parlament a'zosi birlikda qonun loyihasi sunib, parlamentning Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarga qaratgan bostirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishga chaqirgan. Xabarda qayd qilinishicha, mazkur qonun loyihasi Fransiya parlamenti tashqi ishlar komiteti a'zosi Frédéric Douamis xonimning boshchiligida sunilgan. U mazkur qonun loyihasini tunishtirib, biz parlamentning 47 a'zosi bu taklifni parlamentga sunishni qaror qildik. Bundan keyin bu safga texnik ko'p kishining qatnashishini umid qilamiz degan. Mazkur qonun loyihasining Fransiya parlamentiga sunilishi uchun aktiv harakat qilgan Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur xonim Fransiya Xalqaro radiosiga bu qonun loyihasini tasdiqlashning ahamiyatini tushuntirib, bu qonun taklifining bir tarafdan Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar uchun intayin muhim ekanligini, yana bir tarafdan bu jihatda harakat qilayotgan muhojiratga Uyg'urlarga umid bag'ishlab, itarguch kuch bo'lganligini bildirgan. Pakistan sudi Xitoy ijtimoiy aloqa detali TikTokni 8-iyulgacha to'xtatishga buyurdi. Qarorda TikTokning islomning asosli buyruqlari va Pokiston madaniyatiga hurmat qilmaganligi bildirildi. Pokistondagi yerlik taratqularning xabariga qaraganda, TikTok tarqatgan axloqsiz va shahvoniy mazmunlar sababidan ziyonkashlikka uchragan pokistonliklarning bu ijtimoiy taratqu detaliga qarata sungan arzi Sind yuqori sud mahkamasida sotlandi. Sotning qarorida TikTokning shahvoniy mazmun tarqatadigan hisobotlarning taqildiganligi to'g'risida bergan va'dasiga amal qilmaganligi ko'rsatildi. Bundan boshqa, sotning qarorida Pokiston telegraf idorasining TikTokni 8-iyuldagi kelar qitimliq isbot anglash yig'inigacha to'xtatadiganligini o'tirg'a qo'ydi. İste'mol ehtiyojining eshishi, ishlab chiqarish iqtidorining eshishi, haddidan ziyoda issiqlik va qurg'oqchilik omillari sababli Xitoy tarixidagi eng chong energiya kriziga betib qolmoqda ekan. MIPA xabarlarining bu vaqtdagi xabarda hozirga qadar dunyodagi eng chong iste'molchisi bo'lgan Xitoyning tarixdagi eng chong energiya krizini boshdan kechirayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Xitoy tez sur'atda eshiyotgan tok ehtiyojini qondirish uchun har yili tok ishlab chiqarish miqdorini oshirishi kerak ekan. Xabarda aytilishicha, eksportining ko'p qismini tashkil qiladigan sanoat ishlab chiqarishining bu kriz sababidan buzilishini xohlamagan Xitoy hukumatı uylarga ta'minlangan tokda norma qo'yishga boshlagan. Xitoy davlat raisi Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining 100 yillik munosabati bilan qilgan so'zida Xitoyning boshqa davlatlarni bo'za qilmaydiganligini aytdi. Xi Jinping Amerikani nishonlagan deb qaralgan so'zida hech kimning Xitoyga hukmronlik qilmasligi kerakligini ogohlantirib, qilganlarning peshini g'oyat zo'r po'lat tomga uradiganligini eskartdi. Xi Jinping poytaxt Beyjingning Tiananmen maydonida bir soat so'z qilib, Kompartiyaning zamonaviy Xitoyda o'ynagan rolini ta'kidladi va buning davlatning taraqqiyot hikoyasini markaziy ekanligini, xalqni partiyadan ayirishga urinishning mag'lub bo'ladiganligini eskartdi. Tabriklash faoliyatining bir qismi sifatida urush aeroplanlari ulgi ko'rsatish uchishi qilgan va to'p o'q etilgan.